Bizdan xamir mahsulotini olgan ekansiz, gemoroyga qarshi foydalangan ekansiz va yaxshi natijalar ko'rgan ekansiz. Shuni biz batafsil bilishga keldik. Ya'ni siz mahsulotni olishdan oldin qanaqa qiyinchiliklar bo'lardi, mahsulotni ishlatib bo'lganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa yaxshi tomonlarga o'zgardi, shu haqida qisqacha aytib bersangiz. Men shu mahsulotni olishdan oldin bir texnika traktorga ishlar edim. Kechqurunlari bezavodda bo'lib, uyqusiz, beuyqu, mana shunday asab bo'lib, uyqum yo'q, oilam bilan notinchday bo'lib, mana shunday bo'lib turar edim. Mahsulotni oldim, bir 2 oy mobaynida foydalandim. Allohga shukr, Xudoga shukr, hozir mana uyqularim ham yaxshi, asablarim ham yaxshi. Bu nima ham shifo topib, ancha yaxshi bo'lib ketdim. Onadan tug'ilgandek bo'ldim. Yaxshi, rahmat. Demak, mahsulotni shu korobkasining ichidagi choyi sizga asablaringizga, uyqularingizga yaxshi ta'sir qildi. Hammasiga yaxshi ta'sir qildi. Allohga shukr, Xudoga. Tushunarli. Gemoroyda o'zi simptomlari bor-da, qichish, achish, og'riq, qonashlar bo'ladi. O'shalarda sizda qaysilari bor edi? Shu atishish, og'riq bor edi. Achish bilan og'riq bor edi. Og'riq bor. Katta xorijga chiqqan payt qon ham kelarmidi? Qon ham kelardi. Qon ham kelardi. Tushunarli. O'sha sizda ichkimidi yoki tashqimidi? Ichki edi. Ichki edi. Ichki bo'ldi. Demak, mahsulotni siz qancha vaqt ishlatdingiz? 2 oy. 2 oy ishlatdingiz. Demak, 2 oyning ichida sizda o'sha ichki gemoroid sizda to'liq yo'qolib ketdi va o'sha aytganingizdek og'riq, qichish, achish, qonashlar umuman sizda bezovta qilmayapti hozirgi kunda. Toza hammasi yo'q. Bezovta qilmayapti. Mahsulotni ishlatib boshlaganingizdan keyin qancha vaqtdan keyin ta'sirini sezdingiz? Ya'ni necha kun o'tib ta'sirini sezdingiz? 15 kunlardan keyin. 15 kunlarda ichida o'zi ta'sirini sezildi sizga. Sezildi. Keyin oxirigacha iste'mol qildim. O'sha 15 kunning ichiga qanaqa ta'siri bo'ldi? Ya'ni sizda og'riqlar qoldimi, nima bo'ldi? Og'riqlar sekin-sekin kamayib ketaverdi. O'sha 15-kunga kelib, demak, to'liq yo'q bo'lib ketgan og'riqlar. Mana 2 oy mobaynida shuni iste'mol qildim, to'liq yo'q bo'lib ketdi. Tushunarli. Boshqalarga ham tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Bu kasallikka Allohim hech kimda kasal topmasin, boshqa qilmasin. Agar shunday kasalga duch bo'lib qolsa, albatta buni iste'mol qilishni so'rayman. Boshiga bu mahsulotga ishonchingiz qanaqa bo'ldi? Ishonchim yo'q edi. To'g'risi ishonchim yo'q edi. Ishonmadingiz, lekin rahmat bu mahsulotni chiqarganlarga ham, boshqasiga ham hammasiga rahmat deyman. Sog' bo'lgan bo'lsangiz aka, shifo topgan bo'lsangiz biz xursandmiz aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Siz ham sog' bo'ling. Rahmat. Kattakon. Sog' bo'ling.